Nimaga настроение? Nima his qilib o'tiribsan? Bilmayman, просто yoqmayman o'zim, yuzim anaqa chiroyli emas. Kiyim bilan makiyaj yoqmayaptimi? Kecha yaxshimidi настроение? Kecha bundan ham xunuk eding. Kecha kiyimlaring bundan ham yarashmayapti edi. Yurding-ku kulib. Mana bugun undan zo'rda his qilib o'tirishingni qara. Urishyapsiz hozir meni yana endi. Urushmayapman. Kecha bundan battar eding, kulib yuruvding davomman. Настроениеңni menimcha kiyim bilan makiyajga aloqasi yo'q. Bular tashab ketdilarmi? Kim u bular? O'sha biladi. Yigitammi? Ha? Yigitam yo'q-ku. O'sha yo'liga his qilyapsanmi? Yo'q, charchadim. Siz qanaqa qilib yashayapsiz? Kino syomka, o'zingizni kontentlaringiz, u yoq, bu yoq. Men charchab qoldim. O'g'il bola siqilganini bildirmaydi singlim. O'g'il bola ichiga yutadi. Siqilyapsizmi? Oilam, bolam, chaqam deydi. Bolangiz, chaqangiz yo'q-ku. O'sha bo'lganda deyman-ku zato. Hozir yo'q-ku. Nima farqi bor? Men umuman o'g'il bola erkak ish haqida gapiryapman. Charchadingizmi siz? San